Forex tijoratining hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Hozirgi forex deb atalgan bir miqdor pulni vositachiga berib, necha hassa pulda chet el pullarini to'rda elib setish tijoratini qilishning hukmi nima? Buning islomga uyg'un shaklimi bor deydi. Bu xil savdolar shariatda to'g'ri bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bu tashqi pirovat savdosining bir turi bo'lgan marjin tijorati bo'lib, arabcha hamish tijorati deb ataladi. Bu tijoratning mohiyati mundaq. Savdogar tijoratga sarmoya salmoqchi bo'lgan pulini vositachiga berib, uningdan necha 10 hassa pulni qarz olib, vositachi orqali cho'ng tijorat qiladi. Baho o'sganda sotadi. Har oyda vositachiga haq to'laydi. Vositachi olgan qarz uchun setib olgan pullarni vositachiga raniga qo'ydi. Ba'zida paychak, sanad, ya'ni qarz hujjati yoki madan tijorati qilishi mumkin. Vositachiga berilgan pulni ziyon chiqsa, vositachiga to'lash uchun berilgan kafolat puli desak xatolashmaymiz. Bu ishda mablag' solg'uvchi vositachi bilan mundaq to'xtamlashadi. Ziyon ma'lum chekdan eshib ketsa, masalan, mablag' solg'uvchining pulida 75% dan eshib ziyon chiqsa, vositachining barliq narsani setib etish haqqi bo'ladi. Buningga mablag' solg'uvchi e'tiroz qila olmaydi. Vositachi mablag' solg'uvchining telefon yoki boshqa uchur vositasi bilan bergan buyrug'iga asosan elib sotadi. Mablag'ning necha hissasini vositachi o'zi qarz berib turadi yoki qarz beradigan bankini topadi va kepil bo'ladi. Vositachi mablag' solg'uvchini bozor ahvoli bilan ta'minlaydi va ish haqqi oladi. Vositachi yana sotib olishda bozordagi qimmat bahoda sotib oladi. Sotishda o'zi bekitgan bahoda sotadi. Natijada o'zi bekitgan baho bilan bozor bahosi o'rtasidagi farqdan foyda oladi. Demak, bu savdo qarz, rana, vositachilik, yo'q sarmoyada tijorat qilish va pullarni nesi elib setish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu xil savdo turida tuvandagilarni ko'rib olishga bo'ladi. Birinchi, vositachi banki bo'lsin yoki boshqa vositachi bo'lsin, mablag' solg'uvchining qo'liga naqd pul berib turmaydi. U faqatla hisobiga muncha puli bor deb yozib qo'ydi. Amaliyotda vositachi bu pulga ega emas. Bu daftardagi hisobga yozilgan son sifir xolos. Chunki banklarning alohidaligi qo'lida pul bo'lmasa-mu, yo'qdan pul paydo qilgandek ishlarni qilib, shunchalik pulni ustiga oladi. Ikkinchi, sarmoyaga setib olingan pullar qarzni to'lashga kafolatlik qilish uchun vositachining qo'liga rana qo'yiladi. Mablag' solg'uvchining nomida emas, vositachining nomida angallandi. Lekin mablag' solg'uvchining u pullarni elib setish orqali bir taraf qilish haqqi bo'ladi. Vositachining haqqini berib, to'liq rozi qilmoqcha u pullarni qaytarib olmaydi. Uchinchi, mablag' solg'uvchi vositachiga berib mablag' solgan pul vositachi mablag' solg'uvchiga berib turgan qarzning oz bir qismini egallaydi. Bu pul amaliyotda vositachining ziyon tortmasligi va sarmoyasini qo'g'dashga kafolatlik qilish uchun ilingan qo'shimcha ranadan iborat. Buningga asosan setib olgan pulning qimmati tushib ketsa, vositachi mablag' solg'uvchidan u pulni setib etishni talab qiladi. Agar satmay qo'ldagi pulning bahosi tushaversa, tushish persenti salgan mablag' qimmatiga yaqinlashib qolsa, vositachi uni mablag' solg'uvchining ruxsatini olmasdan o'zi setib etalaydi. Chunki pul uning nomida angalangan. Natijada vositachi qarz bergan pulining hammani qo'lga qaytarib olaydi. Kemiyish bo'lsa, mablag' solg'uvchi bergan puldan kemiydi. Buningdan ko'rib olamizki, vositachi ziyon tortmaslikni kafolatlik qilgan. Chunki u qachoniki qo'lidagi pulning bahosi tushib sarmoyaga ziyon xavfi his qilgan hamon u pullarni sotib etib sarmoyasini qaytarib oladi. Yuqoriqilardan bu xil tijoratini qilishning harom ish ekanligi ma'lum bo'ladi. Chunki uningda shariat cheklagan ko'plagan chatoq ishlar bor. Bulardan tuvandagilarni tilga olsak kifoya. Birinchi, bu xil tijoratda savdolar haqiqiy bo'lmasdan shakli bo'ladi. Chunki vositachi mablag' solg'uvchiga berib turgan pulga ega emas. Amaliyotda pul yo'q. Qarz berilgan pullar faqatla vositachi men berib turman deb mas'uliyatini ustiga olgan pul. Uning isboti shuki, vositachi u pullarni mushu ishdan boshqaga ishlatilmaydi. Qaytarib elib xarjlay olmaydi. Buning sababi vositachi pul elib setishda aksiya bozorida o'zi muomala qiladigan barliq cho'pqatlarning maqsadi pul emasligini obdan biladi. Ularning birarsimi u pullarni qo'lga keltirish uchun bu ishlarga kirmaydiganligi aniq. Ular faqat daftardagi tizimlik bo'yicha o'zaro pul savdosi qilishgan bo'lib, o'rtadagi farqdan foyda oladi.
Amaliyotda pulni topshirib elish yoki topshirib berish degan narsa mavjud emas. Shundaq bo'lg'achqa, vositachi o'ziga berilgan sarmoyaning necha hissasiga ega bo'lib bera oladi. Demak, bu to'xtamning mohiyati vositachi o'zida yo'q pulni mablag' solg'uvchiga qarz bergan. Mablag' solg'uvchimi igdorchiligida bo'lmagan narsani sotgan. Ikkinchi, shariatda pul ayrivashlash savdosidagi qo'lma-qo'l topshirib elish sharti vujudga chiqmaganligi uchun bu xil savdolarda daftarga yozib qo'yishdan shariat o'lchami bo'yicha qo'lga topshirib elish vujudga chiqmaydi. Chunki bu yozib qo'yishlar orqali qo'lga topshirib elish bilan ikki taraf o'rtasidagi muomala tugallanmaydi. Agar tugallamoqchi bo'lgan taqdirdami naq aksiya bozorida savdoni qilib daftarga yozib bo'lgandan keyin 2 ish kuni o'tganda andin bo'g'ish mumkin. Pul setib olg'uchi uningdan burun setib olgan pulni bir taraf qila olmaydi. 3. Vositachi haqiqiy pul qarz berib turdi degan taqdirdami vositachi bu qarz berishdan ikki tarafdan foyda oladi va bu jazoni bo'ladi. Biri u mablag' solg'uvchiga bu pulda manla ilib sotaman deb shart qo'ydi va bu ilm sotimdan foyda oladi. Demak, bu qarz ishi bir vaqtda tapan haqqi ilib vositachilik qilish to'xtamini o'z ichiga olgan bo'ladi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qarz bilan billa savdo to'xtami qilishni cheklaganligiga ham taqishidi. Yana biri vositachi pulni mablag' solg'uvchiga bir bahoda satsa, uningdan sotib olganda uningdan tuvarrak bahoda sotib oladi. Natijada elib setish baholarining farqidan foyda oladi. 4. Bu turli savdo qilish usuli shariat ko'zlagan maqsad va nishonlarga zid keladi. Chunki bu turli savdoda pulni tovar qilib olishdek umum xalqqa ziyonliq va shariat ko'zlagan maqsad nishonlarga zid ish bor. 5. Vositachi berib turgan pullar o'simli qarz bo'lg'achqa, qarz berib turg'uvchi vositachi bo'lsin yoki banka bo'lsin, mablag' solg'uvchiga buni qaytarishi bir kechadan uzarib ketsa, ya'ni hisobni bo'g'ib oyoqlashtirmasa, buning uchun o'sim elishni shart qiladi. Bu aniq jazona. Bir kechada oyoqlashtirib bo'g'ib o'taman degan taqdirdami, bundaq shartli to'xtamga qadam qo'yishning o'zi harom. Agar bu o'simni shart qilmagan taqdirda, bu shart vositachi bilan qarz berib turgan banka o'rtasida yana mavjud. Bundaq shart yo'q degan ahvolda boshqa bir necha nuqtadan bu xil savdo yana harom bo'lib ketadi. Islom fiqh akademiyalarimi kollektiv chiqargan qarorlarda buni tuvandagi bir necha nuqtadan keskin harom degan. 1. Qarz uchun qo'ndirilish rasmiyati nomida to'lanadigan pul aniq jazoni bo'lganligi uchun Baqara surasining 278-279 oyatlariga asosan harom. 2. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qarz bilan birga savdo to'xtama qilish halol bo'lmaydi degan sahih hadisiga zid. Buning bilan vositachi bergan qarzdan foydalangan bo'ldi va bu jazoni bo'ladi. 3. Bu turli savdo shariatda cheklangan qarz hujjatlarini ilib setish, halol harom ayirmasdan paychaklarni ilib setish, pul ilib setishda shariat bo'yicha qo'lga topshirib olmaslik, kelajakda qilishga putishgan savdolari va ixtiyorliklari bilan to'lgan obishin to'xtamlari, laybor ko'rsatkichi bo'yicha savdolashish va igdorchiligida bo'lmaganini setish qatorliq bir muncha harom ishlarni o'z ichiga oladi. 4. Bu xil savdo turi har ikki tarafga bo'libmi mablag' solg'uvchiga umuman butun jamiyatga ziyonli. Chunki bu savdo qarzga cho'kib kirish, qaramliq, azdirish va saxtalik yotadigan ishlar bilan to'lgan. Bu sababdan bu boshqalarning mol-mulkini nohaq yeb olish doirasiga kiradi. Xulosalasak, hozirgi forex deb atalgan qo'lida yo'q pulda tashqi pervoz savdosi qilishda tuvandagi chatoqlar bo'lg'achqa harom bo'ladi. 1. Mablag' solg'uvchi o'zi ega bo'lmagan pulda tijorat qiladi. 2. O'zi ega bo'lmaganini sotadi. 3. Nisi pul savdosi qiladi. 4. Usta pul savdogarlarining damiga tushib ketish jihatdan qimorga o'xshaydi. 5. Qarz berib turish va uning bilan birga qarz berguvchini vositachi qilib ishlatish va odatdagi vositachi ish haqqidan ortiq haq berishni qarziga shart qilish jihatdan jazoni bo'ladi. 6. Vositachi mablag' solg'uvchiga sodiq bo'lmaydi. Mablag' solg'uvchi bekitgan bahodan yuqori setib, o'rtadagi farqni yanchiqqa soladi. Bu omonatga xilof. Forex tijoratining islomcha davolgan shakli. Ba'zilar yuqoriqi harom forex tijoratini halol shakliga kirgizib, tapma halol qilish uchun islomcha forex deb bir narsani o'ttirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, bu xil savdo yuqorida Islom fiqh akademiyasi bayon qilgan
4 çataqning faqat biridan, ya'ni qo'ndirilish rasmiyatidilla saqlanganda ko'rinadi-yu, lekin yanada uningdan saqlanolmaydi. Chunki islomcha forex tijoratida odatda mablag' bilan ta'minlaguvchi vositachi bo'lmasdan banka yoki boshqa o'sim olg'uchi o'rinlaridir. Vositachi ularga o'sim to'laydi. Natijada vositachi tapan haqqiga oldim degan ish haqqining bir qismi qarz berib turgan pulning o'simiga to'lanadi. Uning o'sim to'lamaydi degan taqdirdami vositachi o'simsiz berib turgan qarzning foydasini tapan haqqi orqali oladi. Bumi manfaat akelgan har qanday qarz jazonidir degan qoida bo'yicha jazoni bo'ladi. Chunki vositachi mayli o'zi o'simsiz qarz berib tursin yoki boshqalardan o'simli qarz olib bersin, baribir tapan haqqi oladi. Buningdan boshqa igdorchiligida bo'lmagan pulda tijorat qilish, nisi pul savdosi qilish, usta pul savdogarlarning damiga tushib ketish, qarz berib turish va uning bilan birga qarz berguvchini vositachi qilib ishlatish va odatdagi vositachi ish haqqidan ortiq haq berishni qarzga shart qilish, vositachi mablag' solg'uvchiga sodiq bo'lmaslik qatorliq turli chataqlar uningda yanada mavjud. Shunga bumi o'xshashla harom bo'ladi. Bu ishqa vositachilik qilayotganlar aslida harom forexga vositachilik qilayotganlarning o'zi. Lekin bular bir chataqni tozalagandek pardoz qilish orqali halol tijorat izlayotganlarga bu xil tijorat usulini halol ko'rsatishga va ularning yanchoqidagi pulni olishga uringan xolos. Shunga islomcha degan so'zni sodda musulmonlarni go'llash uchun ishlatilib olgan bu turlik aldamchilarning damiga tushib ketishdan saqlanish va halol harom masalalarida o'yg'oq va sagak bo'lishimiz kerak. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.